Yig'ib yurgan dunyosini to'yga deb to'kib o'tar mehmon keldi uyga deb desam agar tushunmasdim bu qondoq bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundoq yig'ib yurgan dunyosini to'yga deb to'kib o'tar mehmon keldi uyga deb desam agar tushunmasdim bu qondoq bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundoq Uyg'urlarning qo'li oltin ko'ngli gul deb qaraqsam ular turgan dashti cho'l Uyg'urlarning qo'li oltin ko'ngli gul deb qaraqsam ular turgan dashti cho'l do'stga degan mehri uchuq ko'ngli bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundoq Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan bilim ilmi jahonga taralgan Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan bilim ilmi jahonga taralgan hayron bo'lib desam agar bu qandoq ma'rifatlik Uyg'ur degan mushundoq hayron bo'lib desam agar bu qandoq ma'rifatlik Uyg'ur degan mushundoq Naqshi sozsiz mashrabsiz u yurmaydi sen kulmasang u ejilib kulmaydi Naqshi sozsiz mashrabsiz u yurmaydi sen kulmasang u ejilib kulmaydi sen negilsam u sunaydi sen uchun sensiz agar u o'luydi sen uchun Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan bilim ilmi jahonga taralgan Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan bilim ilmi jahonga taralgan hayron bo'lib desam agar bu qandoq ma'rifatlik Uyg'ur degan mushundoq hayron bo'lib desam agar bu qandoq ma'rifatlik Uyg'ur degan mushundoq bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundoq O'sha boshqalar hammasi bugun kechimizdan qahramon Umidjon siz oldingizda. Bundan keyin bizni sevmay ko'rishib qolasiz. Rahmat. Hurmatli mehmonlarni bugun zamonimizda bizni qo'llab-quvvatlagan Bahor fondining moddiy filologiya fanlarining nomusi Hajibada bizga ko'rsatgan Hajibada. Assalomu alaykum. San'at Xumar
Uyghur tomoshabinlari, men sizlarning nominglardan bir minnatdorlik xat yozib keldim Mo'minjon qarindishimizga. Hürmetlik Mo'minjon Abdikimoğlu, Qozog'iston diyori Olmuta shahrida istiqomat qilayotgan Uyg'urlar nomidan sizni xalqimizning suyumlik naqshchisini qizg'in qarshi olib, ijodiyatingizga yangi cho'qqilarni egallash, o'rlash, oilangizga xotirjamlik, uyingizga qut berib, barakat, hayotingizga uzoq yillar davomida zo'r salomatlik va baxt saodatlar tilaymiz. Siz yoshligingizga qaramay, o'zingizning ajoyib talanti tufayli barcha xalqimizning hurmatiga, cheksiz mehr muhabbatiga erishib o'tirsiz. Bu ahvolni biz faqat Alloh taolo sizga hadiya qilgan talantlar emas, balki o'zingizning ijodiyatingizga bo'lgan yuqori darajadagi talabchanlikning xalqingiz oldida o'z ustingizga ilib barpo qilgan cho'nqur javobgarchilikning ifodasi, tinimsiz emgak va izlanishlar natijasi deb tanıymiz. Sizning o'rinlashingizdagi har bir naqsha o hayat ko'rinishlardan ilingan bir drama asaridir. Sizning ovozingizdagi mung xalqimizning mungi, xalqimizning tashvishi, sizning ovozingizdagi xushallik alomatlari xalqimizning xushalligi, ertaki kunga bo'lgan ishonch, umidlari, armonlari. Mushu nuqtai nazardan qaraganda siz haqiqiy ma'noda xalq naqshchisi, xalq kuychisi. Hürmetlik Mo'minjon Abdikimoğlu, xalqimizga yanada uzoq yillar davomida zo'r ilhom manbasi, bitmas tugmas ruhiy oziq bo'lib, ijodiyatingiz har chaq yoshlarimizni o'mlik inoqlikka, adolatlilikka, yaxshilikka da'vat qilib, ovozingiz texmo jaranglik yangrig'ay. Bahar jamiyat Rahmat. Musha mumkinlar buni Olmutiga kepsiz Olmati osmondan degan qozoq tilida chiqqan mushu Olmutininki osmondan ko'rinishlari, suratlari sizga bizdan az bo'lsa, esdalik bo'lib qolsin. Buni bizning bahar jamiyatimiz o'tkazgan bir ko'rikdan yodnoma. Rahmat. Diqqatingizga rahmat. Qadrdan elimizga cho'ng rahmat. Mushu Mo'minjon bizni yuz ko'rishtirishga imkon bergan. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Mushu konsertninki tashkillanib o'tirib chiqishiga ajoyib kuch qo'shgan, ajoyib tirishchan bir qizimiz bor albatta. Nigara bir chiqib qo'ygancha sanaramiz. O'zi bir qo'llab tashkillab, mushu sahnaga chiqqan Nigara sizga ko'p tashakkur. Rahmat sizga. Rahmat. Sizlarning nomidan ham mushu sahnadan barliq artistlarimizning nomidan, Mo'minjonning nomidan Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomiyat markaziga, Cumhuriyetlik Uyg'ur teatri va Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligi Uyg'ur KZ saytlariga javob rahmatini aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar qatnashchilar. Rahmat. Allah buyurib qolsa, Xudoyim buyursa, yangi yilning oldida Mo'minjonning 2012 albomi bilan yana bir yuzga chiqib qolamiz inshaalloh. Uyg'ur degan yaxshilik qoya